Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Maygo taksi loyihasi orqali poytaxtimiz ko'chalari bo'ylab harakatlanamiz hamda yurtdoshlarimizni o'z manzillariga eltib qo'yamiz. Bu jarayonda ular bilan suhbatlashish imkoniyati ham bizda bo'ladi. Qani ketdik. Bo'ladi sekin olamiz hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Taksimi? Ha, qayerga ekan? Yashlavotdik. Aviasozlar tashab qo'yasiz. Ha, bo'ladi, chiqing. Nechpul bo'ladi? Beraverasiz, chiqing. Kam berib qo'ysangiz. Yo'q, chiqavering. Nega taksi? Nima ekan-u? Taksiga o'xshab emas. Trekkerda taksi qilib yurgan endi urinchi o'tdik. Chiqaring berarsiz. Alaykum assalom. Qormangda charchamayapsizmi? Savollar berasizmi? Ko'pchilikdan bitta narsa haqida so'rayapman-da. Maylimi agar sizdan ham so'rasam? Maygo degan platforma bor bilsangiz. Ha, bilasizmi? Ha. Shuni hech bir xizmatlardan foydalanib turasizmi? Qanaqa xizmatlardan foydalanib turasiz? Men ham bir ishlatib ko'rgan edim, lekin ko'proq uyimdagina ishlatishadi. Ha. Jiyanlarimni bog'chaga berish bo'yicha ham o'chirtini ko'riladi-yu. Nima qildingiz bolangizni keyin bog'chaga joylashtirdingizmi? Birinchi farzandim bog'cha oshida o'sha tug'ilganida hozir nima edi-ku? Birinchi tug'ruqxonada ro'yxatga qo'yib qo'ydik bog'chaga. Ha. Tug'ilganda Farg'onada edikda, qaytib Toshkentga ish bilan keldik. Toshkentda ishlab yurgan paytlarimiz endi bog'cha oshiga yetib qoldi. Ro'yxatga qo'yamiz desak, uni o'chirtirish kerak bo'lib qoldi-da. Keyin Farg'onaga borishga to'g'ri kelib qoldi. Keyin ikkinchi farzandim ham Farg'onada tug'ilganda. Hozir endi bu yaqinda shu ikkinchi farzandim bilan ham muammo bo'ladimi desam, hozir u narsani olib tashlabdi-da. O'qishga qanaqadir bir hujjatlar kerak bo'lib qoladi, ma'lumotnomalar so'rashadi-yu. Shuni oladigan Maygo uz bor, bilasizmi? Ha, o'zim ma'lumotnoma olib turardim. Maygodan. Ha, universitetingiz, o'sha ish joyingiz misol haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lib qoladi-yu, misol. Ha. O'sha vaqtda olardim. O'qishdan mabodo spravka so'rab qolsam, malakam yoki o'qiydi, qayerda o'qiysan? Bunaqa ishga kirishda ham har xil ma'lumotnomalar kerak bo'lgan. Masalan, men o'zim Namanganlikman. Namanganga borib, begonalarchadan olib kelib, unaqa bo'lmaganda, Mahallaga kirib, mahalla komitetidagi 2000 so'm berib yozdirib chiq degan narsa yo'q, navbat degan narsa, navbat kutish. Uydagilarga aytib, olib chiqinglar, menga tashlab yuboringlar, yo'q unaqa. Kirib, Bu o'sha shaharda o'zingizga yaqin davlat xizmatlariga borsangiz, o'chirtib berishadi deyishyapti. Endi uni agar o'quvingiz bo'lsa, o'z telefonda qilsangiz ham bo'lar ekan-ku. Bo'ladi, foydalanib ko'rmaganmisiz oldin hech? Yo'q, men aytaymi nimaga foydalanganman. O'zim ham o'qishimga ba'zida kontraktimni to'lashga qarab turaman. O'sha oyma-oy necha foiz to'langan, qancha qoldi, o'shalarni ko'rsatadi-yu. Qanaqa noqulayliklar bor deb o'ylaysiz uni yaxshilash uchun? yaqinda o'sha bir haftamiz bo'ldi. Bitta xizmatdan foydalanish uchun men unga 13 ming qanchadir to'lov qilishim kerak ekan. Bitta xizmatga. Va yana boshqa xizmatga kirsam, unda ham shunaqa. Ya'ni yaxshi bo'lardi, bir oylik limit mana bunaqa 20 ming, 30 ming ja bo'lsa 50 mingga qilib qo'ysa yaxshiroq bo'lardi. Bir oylik. Obuna. O'zimiz tumanda masalan borsak, bankka yo biror yerga borsak, ishimizni bitirib beradi-da, bo'ldi. Lekin agar ishimizni bitirib bo'lgandan keyin mana bunaqa qilib onlayn olsangiz ham bo'ladi deb aslida, tavsiya bersa, men masalan bordim, menga tavsiya bermadi hech kim. Men ishimni bitirib bersa bo'ldi. Agar holini ham o'rgatsa shu texnologiyaga, masalan, asosiydan kelib hamma telefon, shu telefonda oddiy hamma nimalarda bo'lar ekan, App Store'da yoki Play Marketlarda bo'lar ekan. Shuni Maygo ustunovkaga oson. Bir marta registratsiya qilib berishganda ro'yxatni o'tkazib berishgan. Maygoda bu onlayn o'zida ilovasi ham bor. Chet elga hujjat to'g'irlaganman-da. Xorijga, qaysi davlatga? Koreyaga ketishga hujjat to'g'irlaganman, o'shandan nima olingan. Sudlanmaganlik haqida keyin chetga chiqishga taqiq yo'qmi degan nimalarda
shunaqa narsalar so'ragan. Qattiq olaman ulardan desam, shunaqa agovdonsiz bo'ladi. Hamma telefon, hamma tushunadi, hamma kiradi, o'zi o'rganib oladi-da. Shu o'shandan qilganmiz, to'lovni haligi to'lov qiling degan joyi bo'lar ekan. Hamma narsa qadamma-qadam ko'rsatib berar ekan. Ko'pchilik kattalar bir kun bankka borib qoldim bir ishim bilanda. Keyin borsam kassada navbat turishgan ekan. Yosh kattalar bizdan misol uchun bir avlod tepa oladigan bo'lsa, Krill alifbosida o'qilishlari, misol uchun tushunishlari. Yosh kattalar o'zi ko'rgan narsasiga, qo'lidagi bor narsasiga ishonishadi. Menimcha, hozir mana televizorlarda, imam ko'chadagi bannerlarda ham baribir osiladi reklamalar. Ammo shu reklamadagi narsani olishga harakat qiladi. Menimcha, odamlarning ko'zi ham o'rganadi har narsaga. Ishonchli ekanligiga. Tushunarli. Yoki eng samarali yo'l YouTubedan ko'rib, misol uchun biron bir video darslik ko'rib, ro'yxatdan o'tsa ham bo'ladi. Qo'llanmasini YouTubedan ko'rib olib demoqchisizda. Mana Maygo unaqalardan foydalanmasin, mana ham chiqadi. Mana shu keldim. O'sha reklama har xil internetda, televizorlarda ko'rib, onlaynligini bo'lishi mumkinligini ko'rib, keyin o'rgandim. Sekin-sekin uydagilarga ham aytayapman. Nima qilish kerak desalar, yo'q, men to'xtab turinglar, onlayn bor-ku. Hamma narsa onlayn bo'lib ketgani hozir deb. Ularga ham tushuntiryapsiz keyin. Ularga ham tushuntirib sekin. Bitta eng zo'ri, men subsidiya topshirganman. Subsidiya, ha. Agoda. Chiqqan subsidiya. Hozir uyim bor. Yaxshi. Tabriklaymiz. Hammaning o'zini uyi bo'lgani yaxshi baribir. Gapirmayman shu. Xizmatlar ko'p ekanda, nafaqaga nima deydi, ariza topshirsa bo'larkan. Hozirda bizlarga misol uchun yoshlar daftari joriy qilingan, qaysi kurs o'qiyman deydi, necha oylik. Bepul. O'shalarga qulaygan, ariza bersa bo'larkan. Bu juda qulay hozir. Har qalay mana shu brat yurgan joydan yurib, men ham qayrildim va ketdi. Shundan kamera yozib, Mana bu kamera. mana shu bratga ham keldi hozir. Yozib, nima qilibdi? Shtraf kelibdi. Hozir keldingmi? Hozir emas, o'sha 2 bir haftalar oldin. Maygo orqali ham to'lasa bo'lar ekan. Aniq-taniq ko'rsatar ekan. Menga men ham keyin Maygo orqali to'lavordim. Hozir ancha qulay qilib qo'ydi, ko'p raqamli hisobot, Raqamli texnologiyalar. O'sha ko'p dasturlar yaxshi qilib qo'ydi. Shaffof-da, ko'rsangiz maza qilib o'zingiz. Bittasi ham nima deydi, qiziqishda bekorchi bo'lib qolsa hozir men shu men aytyapsiz, mana Maygo Xuddi shu. Ichiga kiraman, o'qiyman hamda. Anaqa deydi. O'zim ma'lumotlarim degan joyga bitta kirsam, men ma'lumotlarni yozib qo'ygan. Masalan, uyingiz bo'ladimi, mashinangiz bo'ladimi, ko'rsatib turar ekanlar raqamlarigacha. O'shamda kiraman, magistrda o'qiyapti. Hozir o'qimoqda degan yozib, orada bir qarab qo'yadi.